Bir.uz dasturida farmatsevtika faoliyati uchun kirim va chiqim hisob fakturalarining standarti bo'yicha hisob yuritish imkoniyati yaratildi. Kuryer orqali kirim bo'lgan farmaga oid fakturani dasturga yuklash jarayoni boshqa fakturalarni yuklash singari oddiy amaliyot bilan bajariladi. Dastur fakturani oddiy yoki farmaga tegishli ekanligini o'zi aniqlaydi. Farm fakturalardagi tovarning seriya raqami, sotib olish qiymati, bazaviy narx, savdo qo'shimchasi, ustama foizi dasturga kuryer bo'limi orqali avtomat yuklanganda ma'lumotlar to'liq shakllanadi. Dori vositalari markirovkalangan bo'lsa, markirovka kodlari ham avtomat dasturga kirim bo'ladi. Yuk xat faktura yaratamiz. Fakturani jadval qismini to'ldirish tugmasi orqali shakllantirganimizda, kerakli tovarni tanlasak, tovar qanday ma'lumotlar bilan kirim bo'lgan bo'lsa, shu ma'lumotlarni foydalanuvchiga batafsil taqdim etadi. Seriya raqami, bazaviy narxi, savdo qo'shimchasi, ustama narxi. Korxonaning savdo ustamasini qo'ysangiz, umumiy ustama narxini avtomat hisoblaydi. Bu qonunchilikda belgilangan eng yuqori stavkadan oshib ketmasligini nazorat qilish imkonini beradi. Hujjatga o'tkazma berib, chakana savdo uchun hujjat harakatini ko'ramiz. Ulgurji savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar fakturani yaratib, kuryer orqali dasturdan to'g'ridan-to'g'ri jo'natish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Marhamat, qarshi oling. Farm faktura qulayliklari Bir.uz mijozlari uchun taqdim etiladi.